Lo'ndachasi qolib qoldi-ku. Dada. Ha. Tegappo jahlingiz chiqmadimi? Jahlim chiqib bo'ldi o'zi. Senga pul kerak bo'lyapti. Qayerdan bildingiz? Oldingi safarim dada, kreditimni yoping degan eding sen iflos. Yo'q, bu safar boshqacha bo'ladi. Yangi biznes qilamiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Menga ishoning. Oldingilar hisob yo'qmi? Oldingilar prosta tajriba bo'ladi-da. Pul kerak, pul. Men bu pulni ko'p qilib kelaman. Chaqaloqlikka qo'limdan tushib ketgani chato bo'libdi. Bularni to'g'ri Buxoroga, mana manzilga olib borasiz. Bu yuklarni Jizzax viloyatiga, mana manzilga tez olib borib berasiz. Ustob, o'g'lingiz kuchayib ketibdi. Zanimasa qilayotgan ekanmi? Yo'q, Samarqand bu yo'llardan to'g'ri tushib kelayotganga o'ng qo'lda global metalga menejer bo'lib ifloschi. Qaysi? Aeroportdan kelayotganga chap qo'ldagi ikkinchi bag'da global metal. Qandoq ham ishonibdi bunga? Xolmurod kimdan aytgan bo'lgan ustob bu? Dada, tabriklayman meni. Nimaga? Global metalga. Menejer bo'lgansan shu global metalga. Men senga ishonaydim o'g'lim. Pullarimni 0-0 tenigacha qaytarmasang, usta bobo otimni usta xola qo'yaman. Yomg'ir yoqqan payt kallam zo'r ishlaydi-da. Kallanga kalla pocha bo'lmasa o'g'lim. Men qara, sen kimsan o'zi? Men shu metal zavodi menejeri. Menejer bo'lsan, katta mashinani qaysi viloyatga jo'natdi? Buxoro viloyatiga. U Buxoroga yo'q, Jizzaxga edi. Kichik mashinanichi? Jizzaxga? Jizzaxga emas, u Buxoroga edi. Qarang, kimsan o'zi? Urmang, hey. Dada. Ha. Men endi motivator bo'laman. Bankrot bo'lyapsan. Bankrot motivatormi? Tajribam ko'p-ku, odamlarga o'rgataman. Mana bitta biznes ochonman. Qanaqa? Bankrot o'g'illarga kredit bermaydigan Dalton bank. Birinchi mijozim sen. Dada, qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi?